Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Ma'lum bir mahallada bundaq ikki oila bo'lgan ekan. Mehmetning oilasi kunda jidal majra qurmaydigan, hamisha bir-biridan og'rinib yuradigan oila ekan. Sametning oilasi bo'lsa, nihoyatda inoq ijil, bir-biriga yo'l qo'yadigan kishilar bo'lib, turmushimi nihoyatda xushal va baxtli o'tadi ekan. Bir kuni Mehmet Sametdan so'rabdi: "Qo'shnim, nima uchun bizning uyda jidal majra qurmaydi? Nima uchun sizlarning uydan kulki ovozi uzilmaydi? Sizlarning uyning biror maxfiyatligi bormi qandoq?" Samet kulib turib mundaq debdi: "Chunki biz doim xatolik o'tkazib turamiz." Mehmet Sametning gapini tushunmay turgan paytda Sametning ayoli sirtdan oldirab kirib o'tib, ehtiyotsizlikdan yiqilib tushibdi. Buni ko'rgan Sametning opasi darhol kelinini yo'ligach mundaq debdi: "Voy kelinim, hammasi mening xatoliqim. Aboy hoylig'i suv chachqandim. Qaraganda bak jiq chechib etib, teyilg'a qilib qo'yibdiman. Bo'lmasa siz yiqilib ketarmidingiz?" debdi. Bu vaqtda qo'shnisi bilan paranglashayotgan Sametmi ayolining yoniga kelibdi va mundaq debdi: "Xotin, hammasi mening xatoliqim. Sirtdan kirayotganingda o'ylining teyilg'aq bo'lib ketganligini sana deb qo'yishim kerak edi", debdi. Yo'ldoshi va qiynopisining so'zlarini anglagan kelin nihoyat xijil bo'lgan holda: "Yo'q, hammasi o'zimning kalampayligimdan bo'ldi. Sal diqqat qilib mangan bo'lsam, yiqilib tushmasdim", debdi. Bu muhabbatga to'lgan bir oila kishilarni ko'rgan Mehmet o'zining oilasida nimaning kamligini his qilgandek bo'ldi. Turmushda ba'zi kishilar biror masalaga yo'liqqanda hamisha bir amal qilib, xatoligini boshqalarga ortishga urinadi. O'zining xatoligi haqida o'ylanmaydi. Shuning bilan atrofidagilar bilan chiqisholmayli yashaydi. Do'stim, amaliyotda xatoligini bilib tuzatish nomus ish emas. Haqiqiy nomus ish bo'lsa, xatoligini bilib turibmi, yana xatoligini boshqalarga dungab qo'yishdir.